Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan barcha bo'g'imlardagi tizza, son chanoq va yelka bo'g'imlardagi barmoqlardagi bo'g'imlarning og'rig'ini sabablari, ularni qanaqa qilib yo'q qilish mumkinligi va uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan tavsiyalarni aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Demak, bo'g'imlardagi kasalliklarni tushuntirish uchun tizza bo'g'imi misolida aytib o'taman. Qarang. Bo'g'im ikkita suyakdan iborat bo'ladi. Ya'ni qo'l barmoqlari, tizza, son chanoq hammasida ikkita suyak birikkan joyni biz bo'g'im deymiz. Aynan bo'g'im joyidan suyaklar bukiladi. Bu suyaklarning harakatini ta'minlash uchun suyak atrofida svyazkalari bo'ladi. Paylari ikki chetida, atrofida bo'lishi mumkin. Har xil bo'g'imda har xil sondagi svyazkalari bor. Bundan tashqari ikkita suyakni ajratib turadigan ham ko'k rangda tizza uchun bu Minsk parda deyiladi. Boshqa bo'g'imlarda ham shunaqa xrishivoy, ya'ni tog'ayli qoplam bo'ladi. Suyaklarning yuzaq qismi esa mana ichki tomoni ham silliq joyida tog'ay moddadan iborat qoplama bo'ladi. Suyaklar harakatga kelganda shu qoplama silliq harakatlanishi kerak. Aynan shu joyda sinovial suyuqligi bo'lishi kerak. Sinovial suyuqlik gelsimon modda bo'ladi. Ya'ni suyuq ham bo'lmaydi, quyuq ham bo'lmaydi. O'rtacha yopishqoqligidagi gelsimon modda bo'ladi. Aynan bo'g'im ichida qon tomirlar kam bo'lgani uchun Minsk pardasi ham, suyaklar ham qon tomirdan emas, ko'pincha aynan shu sinovial suyuqlikdan ajralgan oziq moddalardan oziqlanadi va o'zini tiklaydi, o'sadi. Agar sizda misol uchun Minsk pardasi yirtildi, yo bo'lmasa suyaklarda yemirilish bo'ldi, u koksartroz bo'lishi mumkin, gonortroz, osteoartroz, yelkada yemirilish bo'lishi mumkin. Har qanday bo'g'imda qoida bitta bo'ladi. Ya'ni sinovial suyuqlik agar oziq modda yetarlicha olib kelmasa va bu suyuqlik miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, sizdagi o'sha joydagi tog'ay yemirilishni boshlaydi. Boshida boya ko'rsatganimdek silliq joyi mana silliq joyi bor. Mana shu joydagi tog'aylar teshilib qoladi. Ya'ni kichkina teshikchalar paydo bo'ladi. Va siz yurganingizda birinchi o'rinda o'sha joyda g'ichirlash bo'ladi. Ya'ni o'tirib turganingizda oddiy qirsillash emas, g'ichirdash yuzaga keladi. Bu yomon belgi hisoblanadi. Demak, sinovial suyuqlik o'sha joyda suyuqlashib ketgan. Ya'ni quyuq, gelsimon bo'lish kerak bo'lgan narsa, xuddi motorning moyiga o'xshab suyuq bo'lib ketadi. Suyuq bo'lib ketgandan keyin bu bo'g'imlarda oziqlanish buziladi va o'sha joyda teshikchalar paydo bo'ladi. Bu boshlang'ich etapi artrozda hisoblanadi. Bu etapda siz o'sha bo'g'imingizga ukol olsangiz, yog' quydirsangiz, misol uchun gialuron quydirasiz. Quydirganingizda foydasi qanaqa bo'ladi? O'sha joydagi teshikchalarni yopadi bu yog'. Yopgani hisobidan siz o'sha 2-3 oy, bir xillada 5-6 oy hech qanaqa og'risiz maza qilib yurasiz, g'ichirlashib ketadi. Nima uchun? Chunki o'sha joydagi silliqlikni siz sun'iy ravishda sinovial o'rniga tashqaridan ukol olish natijasida qoplagan bo'lasiz. Vaqtinchalik oziqlanish yaxshilanadi. Lekin o'sha narsa tugagandan keyin yana shu muammoga qaytasiz. Keyingisi esa bu bo'g'imni tuzilishidan tashqari bilishingiz kerak bo'lgan narsalar, bu 5 ta narsa bor bo'g'imni ishdan chiqaradigan. Tizza bo'g'imi, son chanoq bo'g'imi yo yelka bo'g'imi bo'lsa, har qanday bo'g'immi. Bu birinchisi ortiqcha ves. Shunaqa bemorlarimiz kelganki, tizzasi 3 yil, 4 yildan beri og'rib, shishib, mana shunaqa qiynab yurgan bemorlarimiz oddiygina 5-10 kilo ves tashashini hisobiga tizzalaridagi og'riq ketgan bemorlar bo'lgan. Nima uchun? Chunki 5 kilogramm ves tashash bu tizza uchun kamida 15-20 kilo nagruzkani olib tashash degani. Ya'ni siz yurish davomida vesingiz 15-20 kilo, 5 kilolik ves 15-20 kilo davleniya beradi tizzalaringizga. O'sha narsani siz olib tashlaysiz. Endi misol uchun o'sha biz bemorimizda 10-12 kilo ozdi bir oy ichida va og'riqlar taqataq to'xtadi. Nima uchun? Chunki o'sha tizzaga 10 kiloyingiz siz 20-30 kilo nagruzkani tizzadan olib tashladingiz degani. Agar siz buni zinadan chiqish, tepaliklarga chiqish qilsangiz, unda bu 10 barobar oshadi. Ya'ni tizzaga tushadigan 200-300 kilo ortiqcha nagruzka olib tashlandi degani. Oddiygina 10 kilo ozganingiz hisobiga. Bu nagruzka nima uchun muammo tug'diradi? Chunki yosh o'tavergandan keyin bo'g'imlarda 3 ta o'zgarish yuzaga keladi. Birinchisi,
o'sha suyaklar orasidagi tog'oy moddasi yupqalashadi. Bu yoshga doir narsa, hech qanaqa hammada bo'ladigan narsa. Yupqalashini hisobiga suyaklarning orasidagi masofa qisqaradi va harakatlanganingizda bo'g'imda suyaklarning bir-biriga ishqalanishi ko'payadi va bu og'riqli bo'ladi. Boshida g'ichirlash, keyin yemirilish shunaqa o'tib ketaveradi. Keyingisi esa yosh o'tgan sayin bo'g'im atrofidagi mushaklar slabiylashadi. Bu nima degani? Bo'g'imning atrofida hamma joyiga, mana shu suyaklarning bo'rtiqchalarning hammasiga o'sha 50 ta, 60 ta mushak mana shunaqa o'rab oladi. Ya'ni son tomonga ketadi, pastga boldir tomonga ketadi. Juda mo'shni mushaklar o'rab oladi va buni himoya qiladi va karkasni ta'minlaydi. Xuddi o'sha beton quyganingizda orasiga armatura tashlaysiz-ku, xuddi shunaqa. Ya'ni beton prosta takka ushlamaydi, agar armatura bo'lmasa, betoningiz mo'rt bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'sha mushak ham tizza bo'g'imini yo sonchanoq bo'g'imini yo yelka bo'g'imini atrofidagi mushaklar ushlamasa, bu bo'g'im boshida qichir-qichir qilib boshlaydi-da, bir oyning ichida o'sha og'riqlar boshlanadi. Qadalib og'rishlar, achishib og'rishlar boshlanadi. Demak, uchinchisi esa bu ichkaridagi bo'g'im ichidagi boya aytib o'tgan sinovial suyuqlik, ya'ni bo'g'imni oziqlantirishi kerak bo'lgan suyuqlik yosh o'tgan sari, ayniqsa 40-50 yoshlardan keyin suyuqlashib boradi. Ya'ni uni yopishqoqligi kamayadi. Buning natijasida bo'g'im yomon oziqlanadi va bo'g'imlarning hammasida pashti og'riq bo'ladi yosh o'tgan sari. Agar siz bunga kam harakatlikni qo'shsangiz, bu yana ham yomonlashadi. Ya'ni o'sha joydagi suyuqlik va moddalar almashinuvi buzilishining natijasida minsk yirtilishi, suyak yemirilishi, artroz, artrit, yallig'lanish kasalliklari yuzaga keladi. Bu birinchi sababi. Birinchi sababi bo'g'imlarni buzadigan, ya'ni ves, og'irligingiz, sizning vazningiz. Undan tashqari og'ir ish qiladiganlarda yosh o'tishini yo 150 kilo, 100 kilo ves ahamiyati yo'q. Og'ir ish qilyaptimi, ularda ham bo'g'imlarda muammo yuzaga kelishi mumkin, agar u atrofidagi mushaklar slabiy bo'lsa. Ikkinchi sababi, demak, ikkinchi sababi bu xronitskiy vaspaleniya, ya'ni doimiy ravishda yallig'lanish kasalliklari. Bu yallig'lanish kasalliklarining turlari ko'p. Misol uchun reumatoid artrit, ya'ni bo'g'im doimiy yallig'lanib turadi. Bunda o'zimizning immun hujayralar o'zimizning bo'g'im hujayralarini yemiradi. Buni davolash uchun immunolog bilan doim maslahatlashib turish kerak bo'ladi. Ikkinchisi podagra. Misol uchun ba'zilar aytadi, bo'g'imning orasiga tuz yig'ilibdi deydi. Sonchonog'imga tuz yig'ilibdi, tizzamga tuz yig'ilibdi. Tuz yig'ilgani uchun qisir-qisir qilyapti, suyaklarim bir-biriga yopishib boshlabdi degan narsa bor. Artrozda tuz yig'ilmaydi. Tuz faqat podagrada yig'ilishi mumkin. Podagra aniq diagnozi bo'ladi. Ya'ni bunda mochevaya kislota deymiz, sidik kislotasi tuzlari butun qonda aylanishi natijasida asta-sekinlik bilan hamma bo'g'imga, tizza, sonchanoq, barmoqlardagi bo'g'imga, hamma bo'g'imga, bo'g'im orasidagi shel deymiz, ochiq joyga mochevaya kislota tuzlari yig'iladi va bu tuzlar achishib juda kuchli og'riq beradi. Bunaqa bo'g'imlar atrofi doim qizarib turadi, doimiy ravishda. Bu doimiy ravishda o'sha pristup berib turadi, og'riq beradi, ma'lum bir tabletkalarni, ma'lum bir dorilarni butun umr ichib yurishga majbur bo'ladi odam. Keyingisi, vaspaleniyadan tashqari uchinchi sababimiz bu suvsizlanish. Ya'ni organizmda siz 30 yoshgacha chanqaysiz va chanqaganingizni his qilasiz. Shuning uchun suv ichasiz. 40-50 yoshdan keyin, 60 yoshlarga borgandan keyin organizm chanqashi mumkin. Ya'ni suv yetishmovchilik bor, lekin siz buni his qilmaysiz. Siz o'sha bo'g'imlarda, umurtqalarda, tizzalarda, oyoqlaringizda o'sha joylarga suv yetishmayotganligini his qilmaysiz va suv ichishni kamaytirasiz. Shuning hisobida bu yerda suvsizlanish bo'lib, bo'g'imlarda, paylarda yoriqlar, ya'ni treshinalar paydo bo'ladi. Ba'zilar aytadi, nimaga meni deydi, kristobrazny svyazkam, xochsimo, o'sha payim yo bo'lmasa bo'g'im atrofidagi paylarim, mensk pardam o'zidan o'zi yirtilib ketdi deydi. O'zidan o'zi yirtilmaydi, hech qanaqa yiqilganim yo'q deydi. Yiqilmasangiz ham, og'ir ish qilmasangiz ham suvsizlanish bormi, joyida yoriladi o'sha narsa. Hech qanaqa nagruzkasiz. Suvsizlansa bo'ldi. Bu uchinchi sabab. Ya'ni biz 3 ta sababni sanab o'tdik. Og'ir, tanani og'irligi, ves. Ikkinchisi o'sha xronitskiy vaspaleniya, yallig'lanish kasalliklari bo'lsa odamda. Uchinchisi esa suvsizlanish. To'rtinchi sababimiz bu vitamin D yetishmovchiligi. Hozir mana statsionarimizga har haftada 30 ta 40 ta o'sha bemorlarimiz kelib yotishadi, lechina olishadi.
Ularda o'sha vaspaliniyasi ko'p, tizza atrofida, to'piq atrofida shish bor, doimiy og'riq bor. Oxirgi 5-10 yil ichida shunaqa bemorlarimizni o'sha vitamin D ga qon analiz topshirtirganimizda почти hammasida 5-6 chiqyapti. Normada 30 va undan yuqori bo'lishi kerak. Lekin ularda 5-6. Ya'ni juda kam chiqyapti. Bu vitamin D degani bu oddiy vitamin emas, bu gormonga o'xshagan narsa. Vitamin D tanamizda kechadigan barcha jarayonda qatnashadi. Vitamin D immunitetni ko'taradi. Vitamin D onkologiyani oldini oladi. Vitamin D suyaklarni mustahkamligini ta'minlaydi. Vitamin D har xil obmenlarda, ya'ni moddalar almashinuvida aktiv qatnashadi. Aynan shu vitamin yetishmasligi ham bo'g'imlarda yallig'lanishni kuchayishiga va og'riqlarni paydo bo'lishiga olib keladi. 5-chi sababimiz, oxirgi sababimiz bu stress. To'g'ri, bir xil aytadi, stress bu ertaga u stress. Tan olmaymiz, lekin stress juda kuchli ta'sir qiladi organizmga. Misol uchun, stress payti buyrak usti bezimizda kortizol degan gormon ko'payadi. Kortizol gormoni qon tarkibida ko'payishi qonimizdagi yallig'lanish elementlarini ko'payishiga olib keladi. Ya'ni qoningizda yallig'lanishga olib keladigan hujayralar miqdori oshib ketadi. Natijada bo'g'imlar yallig'lanadi. Bu ham bo'g'im kasalliklariga olib keladi. Yo bo'lmasa o'sha stress paytida ma'lum bir tana qismlaridagi mushaklar spazmga uchraydi, ya'ni qisqarib qoladi. Tasavvur qiling, siz tizzangizda muammo bor, yo bo'lmasa prosta yurudingiz, bitta stress bo'ldi, tizzangiz yo son chanog'ingiz, yo belingiz, umurtqangiz og'rib boshladi, yo yelkangiz og'rib boshladi. Bu o'z-o'zi bo'lmaydi. O'sha bo'g'im atrofidagi mushaklar spazmga uchrab tortishganning hisobiga bu mushak trosga o'xshagan narsa. Juda qattiq tortganda suyaklarni qiyshaytirib yuboradigan darajada kuchli tortadi. Spazmga uchrashi natijasida uni orasida o'tgan qon tomirlar qisilib qoladi. Bo'g'imga hech qanaqa oziq bormaydi. O'shaning natijasida даже nervlar siqilib qolishining hisobiga og'riq kuchli bo'ladi. Oddiygina bo'yin mushaklarini qisqarib qolishining natijasida boshdagi qon chiqib keta olmaydi, venadan yurakka tusha olmaydi va bunday odamlar ertalab turganda ezilib, boshi og'ir bo'lib turadi, chunki miyada qon dimlanib qoladi. Bunaqa odamlarda quloqda shum bo'ladi. Davliniyasi oshadi. Doimiy ravishda menda cherepnoy bor deb yurishadi. Aslida prosta bo'yin mushaklari tortishib qolgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu ham stressning hisobiga mushaklarni tortishib qolishi. Bu himoya refleksi hisoblanadi. Keyingisi esa stress natijasida tanada moddalar almashinuvi buziladi. Moddalar almashinuvi buzilishining hisobiga, misol uchun hozir kayfiyatingiz yaxshi payti qo'lingizga biror narsa bilan bossangiz, og'riqni sal sezasiz, uncha e'tibor bermaysiz. Lekin stress payti va stressdan keyin organizm aynan og'riq signaliga chувствительный bo'lib qoladi. Ya'ni sezgir bo'lib qoladi. Ya'ni xuddi shu davlina bilan stress payti bossangiz, juda kuchli sezasiz og'riqni. Bu ham stressda bo'g'imlarga ta'siri juda yuqoriligini bildiradi. Demak, 5 ta sababi bor sizni bo'g'imingizni ishdan chiqaradigan. Demak, birinchisi massa, ikkinchisi suvsizlanish, uchinchisi xronический воспаление, to'rtinchisi vitamin D yetishmovchiligi, beshinchisi esa oxirgi aytganim stress hisoblanadi. Havo aynishidan oldin bo'g'imlarim og'riydi yo havo aynigandan keyin og'riydi deydi. Ob-havoni bo'g'imga hech qanaqa ta'siri yo'q. Agar ob-havoda bosim tushsa, bo'g'im ichida bosim ortadi. Bosim ortganda bo'g'im oralig'idagi bo'shliq kamayadi va kapsulasi siqiladi. Bunaqa odamlarning o'sha bo'g'imida og'riq bo'ladi va xuddi tizzasini yo son chanog'ini bir temir qopqon bilan qattiq qisganga o'xshab his bo'ladi ularda. Demak, uy sharoitida nima qilishimiz kerak? Bo'g'imlarda og'riq bor, qirsillashlar bor. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Agar bo'g'imda o'tirib turganingizda qisirdash bo'lsa, yelkada, barmoqlarda yo bo'lmasa tizza bo'g'imida, son chanoq bo'g'imida har xil ovozlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda azot yo bo'lmasa karbonat angidrid gazini pufakchalari bo'ladi. O'sha pufakchalar yorilishining hisobiga harakatda qisirdash yuzaga keladi. Buni oddiygina yo'qotish mumkin. Ba'zilar misol uchun mashq qilish orqali deydi, ba'zilar o'sha joyda harakatni ta'minlash yo qanaqadir mazlar surish, bular foyda bermaydi. Gazlar, karbonat angidrid va azot gazlarini faqatgina azonoterapiya olishingiz mumkin yo svejiy havoda aylanishingiz mumkin. Shunda sekin-astalik bilan kamayadi. Demak, uyda qilishingiz mumkin bo'lgan 5 ta narsani aytib o'taman. Bo'g'im og'riqlarida ular juda zo'r foyda beradi. Birinchisi harakat. Ya'ni ochiq havoda boshlanishiga kuniga 2 mahal 15 minutdan toza havoda piyoda yurishingiz kerak. Yugurish kerak emas, sakrash kerak emas.
asfaltda yalang'oyoq yurish mumkin emas. Chunki bunaqa payti bosim bo'ladi. O'shaning uchun zinadan chiqish, tepaliklarga chiqish kerak emas. Tekis yo'lda, toza havoda 15 minut ertalab, 15 minut kechqurun yursangiz, o'shani o'zi bo'g'imlar uchun yaxshi. Chunki bo'g'im qisqarib bo'shashganda, ya'ni bukilib yozilganda, boya aytganimdek, sinovial suyuqlik, yog' ajraladi va mins kiritilishi, koksartroz, gonartroz borlarda o'sha suyaklar tiklanishni boshlaydi. Yengilgina. Buni sekin-astalik bilan har haftada 5 minutdan oshirib borasiz. Amerikada o'tkazilgan ilmiy ishlarga ko'ra, bo'g'imdagi optimal o'sha holatni tiklash uchun kuniga 30-40 minutdan 2 mahal yurish kifoya. Ya'ni ertalab 30-40 minut, kechqurun 30-40 minut yurishingiz o'zi barcha bo'g'imlarning ishini ta'minlab berishga yetarli bo'ladi. Bitta narsani hisobga oling, bu vaziyatda agar sizda misol uchun 10-minutda og'riq tursa, og'rib qolsa, o'sha joyda o'zida to'xtating. Ikkinchisi bu mashqlar. Ya'ni har bitta bo'g'im mashqlari bor. Misol uchun tizzani mashqi, mana shunaqa stulga o'tirib olib, oyoqni to'g'ri ushlaysiz, tepaga ko'tarasiz. Xohlang ikkita oyoqni birdan qiling. Xohlang bitta oyoqni ko'taring. Bunda tizzani ustidagi o'sha sonni oldi tomondagi to'g'ri muskul ishlashining natijasida tizza qopqog'i va son suyagini stabilizatsiyasi yaxshilanadi. O'z-o'zidan tizzangiz yengillashadi. Oddiy mashq. Mana shu mashqni qilish orqali. Agar sizda son chonoqda koksartroz yoki boshqa kasallik bo'lsa, prosta yonboshga yotasizda, yon tomonga oyog'ingizni tizzani bukmasdan ko'tarib tushirasiz. Bu o'sha golovkasini son chonoq bo'g'imida aylanishi va o'sha joyda sinovial suyuqlik ko'payishiga olib keladi. Hamma mashqni 5 minut, 10 minutdan 2 mahal bajarishni o'zi bir kunga yetarli bo'ladi. Uchinchi mashq, misol uchun yelkangizda muammo bor. Yelkadagi muammo prosta devorda oldiga borasiz, barmoqlar bilan qadam tashlaganda tepaga olib chiqib ketaverasiz. Ya'ni qo'lingiz yetgan joygacha har kuni qilasiz. Buni ham 5-10 minut 2 mahal qilishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi esa bu rastyashkalar. Ya'ni tizza, boldir, bel mushaklari, yelka mushaklarini cho'zish, rastyashka qilish hisoblanadi. Bu ayniqsa hozir aytgan yurish, mashqlardan keyin bitta rastyashka qilib olsangiz, tizza to'laqonli qon aylanishi hamma muskuldagi tiklanadi. Bu o'z sizni uyda davolanishingizga sababchi bo'ladi. Rastyashkalar qanaqa qilinadi? Barmoqlarni o'zingizga tortib, tovon qismidan tortganingizda orqada o'sha rastyashka cho'zilish hissi bo'lishi kerak. Tizzani bukmaysiz. Mana shunaqa qilib 10 soniya ushlab turasiz, qo'yib yuborasiz. Endi oldiga barmoqlarni cho'zishingiz kerak. Mana bu oldi tomoni cho'zilganini his qiling. 10 gacha sanaguncha ushlaysiz. Yana orqaga qaytaramiz. Orqa cho'ziladi, 10 gacha sanaguncha ushlaymiz. Keyin oldi, yana 10 gacha sanaymiz. Mana shunaqa qilib 3-5 daqiqa davomida qilasiz. Kuniga 2-3 mahal qilsangiz bo'ladi. Bu yengil mashq, og'ir mashq hisoblanmaydi. Bunda o'sha to'piqlaringizdagi shishlar ketadi, oyoqdagi varikozlar ketishni boshlaydi, chunki bu yerda qilgan ishingizdan keyin limfa drenaj yaxshilanadi. Keyingisi sonni oldingi tomonidagi mushakni cho'zish hisoblanadi. Demak, sonni oldidagi mushaklarni ham cho'zishimiz kerak, chunki boya mashq qildingiz, qisqartirdingiz. Endi cho'zish kerak. Cho'zish uchun tizzani yotgan holda bajarsangiz ham bo'ladi. Mana tizzani olib kelasiz, ushlaysiz. Agar buncha bukilmasa tizzangiz, biron ro'molmi, biron ip bilan bog'lab tortib ushlasangiz bo'ladi. Ushlagandan keyin sekin orqaga ko'tarib ip bilan ham tortsangiz bo'ladi, qo'lingiz bilan. Tortilganda mana bu oldi tomoni tortishadi. Mana 10 marta qilasiz, dam olasiz. Yana 10 marta qilasiz, dam olasiz. Yana 10 marta qilasiz, dam olasiz. Ya'ni 3 podxod qilish kerak. Buni ham kuniga 2-3 mahal qilish orqali sonni oldidagi mushaklarni rastyashkasini qilgan bo'lasiz. Keyingisi son chonoq bo'g'imiga bunda dumma sohasi va bel sohasini rastyashkalarini qilishingiz kerak. Xuddi shuni teskarisi. Ya'ni endi tizzani bukib olib, o'zingizga tortasiz. Yotgan holda qilsa ham bo'ladi. Bunda dumma sohasi polni mushaklari rastyashka bo'ladi, ya'ni cho'ziladi. Keyingi 4-chi rekomendatsiyamiz, nima deydi rekomendatsiya? Tavsiya. Keyingi 4-chi tavsiyamiz shundan iboratki, bu suzish. Suvga tushganingizda bo'g'imlarga tushadigan yuklama miqdori 7-8 barobar yengillashadi va bo'g'imlar trenirovka qiladi, ya'ni mashq qiladi suvning ichida. Yengil harakat hisobiga o'sha joydagi qon aylanishi, sinovial suyuqliklar, bo'g'im oralig'i suyuqliklari ajralishi yaxshilanadi. Shuning uchun suzishni bilmasangiz ham suvning ichida prosta yurishingizni o'zi, yo biron o'sha basseynni devorini ushlab oyoqlaringizni qimirlatishni o'zi ham
tizzaga ham, son chanoqqa ham, yelkaga ham juda yaxshi ta'sir qiladi. Bu 4-inchisi. 5-inchisi esa bu parhez. Parhezda nima qilishimiz kerak? Parhezda sinovial suyuqlik miqdorini oshirish va bo'g'imda oziqlanishini yaxshilash uchun omega 3 kerak. Omega 3 bu baliq mahsulotlarida, dengiz mahsulotlarida ko'p uchraydi. Shuning uchun ularni yeyish orqali baliq mahsulotlarini siz qoningizni, bo'g'imlaringizni omega 3 bilan ta'minlaysiz. Buni hozir tabletkalar, kapsulalar ko'rinishida ham chiqib ketgan. Kuniga bir mahal ertalab ovqatdan keyin ichib qo'yishni o'zi kifoya bo'ladi. Bir oy davomida ichsangiz yana ham yaxshi. Keyingisi esa antioksidant moddasini saqlovchi produktlar, mahsulotlar. Bular nimalar bo'lishi mumkin? Antioksidant degani hujayralarni tashqi ta'sirdan himoya qiluvchi modda. Bu asosan sitruslarda bor, limon, apelsin, mandarin, banan o'shalarning hammasida bo'ladi. Undan tashqari o'zimizning mahsulotlarda piyozda, chesnokda, karamda, sabzida va bolgarskida ko'p bo'ladi. Ayniqsa bolgarskida juda ko'p bo'g'im uchun foydali vitaminlar bor. Shularni yeyish orqali, mana shu 5 ta tavsiyani bajarish orqali siz bo'g'imlaringizda yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olgan bo'lasiz. Hozirda bizda bemorlarimiz va ko'pchilik yozayotganlarning taklifiga ko'ra ikkita mavzuni olib chiqishimiz mumkin. Birinchisi bu dumg'azadan tovongacha boldirlar tortishib og'rishi, ya'ni ischias sidalishni nerv kasalligi. Ikkinchisi esa bu bel og'rig'i va grija hisoblanadi. Sizga qaysi qiziq bo'lsa, birinchisi sidalishni nerv, oyoq tortishi bo'lsa bir raqamini, agar grija, bel va dumg'azadagi og'riqlar bo'lsa ikki raqamini kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi ko'proq bo'lsa, talab ko'p bo'lsa, o'sha mavzuni keyingi videoda tushuntirib beraman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang.